Bilamizki, Rossiya o'lkasining Yesentiko shahri o'zining shifobaxsh suvi bilan butun dunyoga nom tanitgan. U yerga juda ham ko'p davlatlardan insonlar kelib, shifobaxsh suvdan ichib dam olib ketishadi. U suv asosan oshqozon kasalliklariga davo bo'ladi, lekin O'zbekistonda ham shunday sanatoriya borligini bilarmidingiz? Assalomu alaykum. Sog'lom hayot ko'rsatuvining bu galgi soni Toshkent viloyatida joylashgan Toshkent mineral suvlar sanatoriyasi haqida. Toshkent viloyati Ko'ksaroy shaharchasi hududida joylashgan Toshkent mineral suvlari sanatoriyasi dengiz sathidan 540 metr balandlikda joylashgan sanatoriya. Maydoni 10 gektardan iborat bo'lib, qo'shimcha 7 gektar maydon archazor va turli xil daraxtlardan iborat. Bu dam olish maskanida daraxt ko'pligi sababi havoda kislorod ko'p va namlik darajasi doim mo'tadil turadi. Bu dam olish maskanining yana bir e'tiborli jihati shundaki, 49-50 gradusda 1300 metr chuqurlikdan foydali mineral suv chiqadi va u ko'p ichki kasalliklarga davo bo'lib kelmoqda. Toshkent mineral suvlar sanatoriyasi 1952-yildan beri O'zbekiston xalqiga xizmat qilib kelgan sanatoriyalardan biri. Oxirgi yillarda sanatoriyada juda katta o'zgarishlar bo'lib, yangi binolar, yangi meditsina asbob anjomlari olinib, bu sanatoriyamiz yana bir hozirgi zamonga javob beradigan juda ham bir nufuzli sanatoriyalar biriga aylandi. Toshkent mineral suvlarini asosiy boyligi, asosiy bir muhim jihati bu yer ostidan 1300 metrdan mineral suv chiqadi. Bu suvning tarkibi juda ham bir davolashga moyil suv hisoblanadi. Buni tarkibida odam organizmi uchun eng kerakli mineral birikmalar, mikroelementlar mujassam bo'lib, ularni davolash prinsiplarida juda ham katta rol o'ynaydigan sharoit bor. Hozirgi paytda asosiy Toshkent mineral suvlarini asosiy davolash prinsipi shu mineral suv bilan davolashga qaratilgan muolajalar tashkil etadi. Bu muolajalar asosan oshqozon ichak kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklari, nerv kasalliklari, bo'g'im kasalliklari va ayollar jinsiy kasalliklari, erkaklar jinsiy kasalliklarini davolashga qaratilgan asosiy fizioterapevtik davolash prinsiplariga tayangan holda davolash va reabilitatsiya ishlari o'tkaziladi. Suvlarning tarkibiga qarab, suvlarning davolash yo'llari ham har xil. Ya'ni mana ma'danli suvlar bor, oshqozon ichak yo'llariga ishlatiladigan. Yana suvlar borki, radon suvlar. Ular ko'pincha bo'g'im, suyak tizimiga ishlatiladigan suvlar bor. Yana bor suvlar hali serovodorod deymiz, ya'ni hali oltin gugurt tarkibiga kirgan. Ular ham asab tizimiga ishlatiladigan suvlarga kiradi. Yana suvlar borki, toshlarni erituvchi suvlar bor. Tarkibida shunaqangi moddalar borki, ular tosh yoki qum yoki tuzlarni eritadigan. Shunga qarab sanatoriyalarning tarkibi, sanatoriyalarning maqsadi ham va uning yo'nalishlari ham belgilangan bo'ladi. Ayni vaqtda o'zimizning sanatoriyaga kelganda, Toshkent mineral suvlar sanatoriyasidagi tarkibi, suvning tarkibi bu aksariyat bu oshqozon ichak yo'llarini davolaydigan suvlarga kiradi. Bu davolash uslubi deganda suvning davolash sifatiga kelganda nima qiladi bu suv degan savol tug'ilishi mumkin ko'p bemorlarda yoki qiziqqan odamlarda. Buning asosiy maqsadi bu oshqozon ichak tizimidagi shilliq qavat asosiy rol o'ynaydi har bir jarayonda. Va bu shilliq qavat o'zini shikastlanish natijasida ko'p kasalliklarga yo'l ochadi. Bu natija qachon ochiladi? Bu noto'g'ri ovqatlanish yoki zararli omillarga
yondashish yoki ovqat tizimini buzilishi, bular hammasi olib kelishining natijasi bu shilliq qabatning shikastlanishiga olib keladi. Bizning suvning asosiy hali maqsadi ham va yo'nalishi ham bu o'sha shilliq qabatning tiklanib berishi. Shu shilliq qabat tiklangandan keyin hali aytgan jarayonlar yana tiklanib, oshqozon, ichak yo'llaridagi butun kasalliklar asta-sekin orqaga ketishi kuzatiladi. Bizani Toshkent mineral suvlar sanatoriyimizning asosiy o'ziga xosligi bu mineral suvimiz yeri qariyb 1300 metr chuqurligidan tashqariga otilib chiqadigan termal suv ijobiy ta'sir qiladi organizmga va shu mineral suv asnosida suvli muolajalarimiz va fizioterapevtik muolajalarimiz yo'lga qo'yilgan. Endi men endoskopist shifokor sifatida bizga keladigan bemorlarning asosiy qismi oshqozon ichak tizimidagi turli-tuman kasalliklar bilan ancha yillar davomida qiynalib kelayotgan bemorlar o'ziga davo istab kelishadi. Bemorlarimiz orasida gastrit yoki bo'lmasam oshqozon ichakning yarali kasalliklari yoki bo'lmasam qabziyat, shunga o'xshash kasalliklar bilan aziyat chekayotgan bemorlarimiz davo istab kelishadi. Ularni shikoyatlardan kelib chiqib, ularga tegishli diagnostik muolajalarni amalga oshirishimiz mumkin. Qon tahlillaridan tortib to o'sha oshqozonni endoskop yordamida tekshirish amaliyotlarini bajarishimiz mumkin. Apparatlarimiz Yevropa ishlab chiqaruvchilari tomonidan ishlab chiqarilgan, hozirgi kungi talabga javob beradigan tegishli muolajalarni sifatli amalga oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, oshqozon ichak tizimidagi qabziyatga taalluqli shikoyatli bemorlarni ichaklarini yuvish amaliyotlarini ham, tozalash amaliyotlarini ham bajarishimiz mumkin. Buning uchun ham tegishli zamonaviy Germaniya davlatlarida ishlab chiqarilgan jihozlarimiz mavjud. Bu maskan nafaqat tabib davo usullari bilan davolanadi. Bunga qo'shimcha eng zamonaviy meditsina bilan ham jihozlangan bo'lib, u yerda dam oluvchilarga turli yo'nalishlarda tibbiyot muolajalari ham qo'llaniladi. Xususan, tayanch harakat tizimi, yurak-qon tomir, asab tizimlari, oshqozon ichak trakti, nafas olish organlari va boshqa kasalliklar. Dam oluvchilar bu yerda vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun basseynlar tashkil etilgan. Bu basseynlar ikki xil ko'rinishda, ya'ni tashqi tomonda yozgi, ichkarida esa qishki basseyn mavjud. Basseyn suvlari doim mo'tadil bo'lib, filtrdan o'tkazilib suvga xlor va boshqa moddalar doim me'yorda ushlab turiladi. Asosan kurs 10-12 kunni tashkil qiladi. Bu vaqt ichida biz qo'limizdan kelgancha dam oluvchilarni sog'lig'ini tiklab, yana qayta o'zlarini sog'liqlarini mustahkamlashga qo'ldan kelgan xizmatimizni qilishga harakat qilamiz. Davolash prinsiplari sanatoriyamizda asosan terapevtik, balneologik, fizioterapevtik usullarga tayangan holda olib boriladi. Bu asosan magnit nuri bilan, lazer nuri bilan, elektr nuri bilan, balneologiyada vanna davolovchi gidromassaj vannalari, aroma vannalar, dush sharko, sirkulyar dush vishu va shunga o'xshagan ko'p fizioterapevtik balneologik usullarga tayangan holda olib boriladi. Sanatoriyamizda eng boya aytganimizdek eng qadrli muhim jihatlaridan bu Toshkent mineral suvlari davolashlarida, muolajalarda ishlatilganda ahamiyati juda ham katta. Bizda hamma balneologik usulda davolash ishlari shu suv bilan olib boriladi. Diagnostik tekshiruvlar davomida aniqlangan kasalliklarga tegishli muolajalar tavsiya etiladi. Endi asosan mineral suvimiz
ushbu kasalliklarga ijobiy ta'sir qilgani uchun mineral suvdan ichishni tavsiya qilamiz. Tegishli tartibda ovqatdan keyin, ba'zilarga ovqatdan oldin o'ziga xos spetsifik tavsiya qilinadi. Qolaversa, shu sanatoriyimizda joriy etilgan ovqatlanish ratsioni, tartibi, qolgan suvli muolajalarimiz va fizioterapevtik muolajalarimiz organizmning umumiy holatiga ijobiy ta'sir qiladi. Buni o'sha davolanishga kelgan bemorlar ham 10 kun yoki bo'lmasam bir hafta davomida davolanib, o'zligida shuni his qilishadi, ijobiy his qilishadi. Toshkent mineral suvlar sanatoriysidagi shu mineral suvning o'ziga xosligi uni tarkibi bilan bog'liq. Uni tarkibidagi selen va boshqa mineral, asosan selen moddasi organizmga ijobiy ta'sir qilishi isbotlangan. Toshkent mineral suvlari har doim siz bilan. Bu gapimga hayron bo'lyapsizmi? Agar siz Toshkentda bo'lmasangiz ham bu shifobaxsh suvni vodiydagi barcha do'konlardan topishingiz mumkin. Bu suv asosan oshqozon kasalliklariga davo bo'ladi va bundan tashqari sog'lom insonlar ham sog'lig'ini mustahkamlash uchun iste'mol qilsa bo'ladi. Sihatgohda davolanishdan tashqari, bu yerning tabiati ham insonga o'zgacha energiya baxsh etadi. Yam-yashil daraxtlar, o'zidan toza havo chiqarayotgan archazorlar va ariqlarda to'lib oqayotgan zilos suvlar u bir necha yuz metrdan otilib chiqayotgan tabiiy mineral suv. Bularning barchasini inson salomatligiga juda katta foydasi bor. Shuning uchun ham bu yerda yilning 4 faslida ham odam gavjum bo'ladi. Bizning sanatoriyimizda yondosh kasalliklarga ham bo'ladigan muolajalarimiz bor. Bularning ichida masalan mana shu asab tizimiga qaratilgan kasalliklarga qaratilgan muolajalarimiz ko'p. Birinchi navbatda bu o'sha modda almashinuvini yaxshilab, modda almashuv yaxshilanish natijasida asab tizimidagi bo'layotgan o'zgarishlarni ham tiklanishiga olib keladi. Bularning ichida birinchi navbatda mana bu suvli muolajalar. O'zi aslida asab tizimidagi kasalliklarning boshlanishi bu ko'pincha toliqishdan boshlanadi. Toliqishga bilasizmi, ma'lum narsa, bu ko'pchilik ko'p ishlash, o'ziga zo'riqish berish asab tizimiga, me'yordan ortiq nima deydi, harakatlanish, bular hammasi asab tizimidagi toliqishiga olib keladi. Toliqishdan keyingi davrda bu kasallikka o'tadi. Endi toliqish paytida bizdagi muolajalardan eng asosiylaridan biri bu suv muolajalari. Bularning ichida birinchi navbatda nimalar keladi? Bu vannalar. Bizdagi mavjud mineral, aroma degan vannalar bor. Keyin gidromassaj degan anaqamiz bor. Bular hammasi nimaga keltiradi? Bu tanadagi joylashgan mayda retseptor deymiz, asab tizimidagi qabul qiladigan retseptorlarni harakatini yaxshilash, ulardagi bo'layotgan modda almashinuvini tiklash va shu orqali hal etgan toliqishlarni oldini olib, asab tizimini yana tiklanishiga olib keladi. Bularning birinchi navbatda hal etganimdek vannalar birinchi navbatda. Bularda qon aylanishi yaxshilanadi. Oziqlanish, to'qimalarni va hujayralarni yaxshi oziqlanishiga olib keladi bu bir. Ikkinchidan, tanani hal etgandek yumshatib modda almashishlarni yana tiklanishga nima deydi, yo'l ochadi. Bularning ichida asab tizimidagi kasalliklardan bittasi bizga ko'p murojaat qiladigan bemorlardan bu mushaklarning og'rishlari, ya'ni radikuli degan keng tarqalgan kasalliklar. Bosh og'riqlari bu ikkinchi. Uyqusizliklar bu uch. Keyin hali degandek jizzakilik va asabiylashish degan holatlardan ko'p bizga murojaat qilishadi. Mana shu muolajalarning o'zi suvli muolajalarning o'zi. Va buni ichiga yana qo'shib ketishim kerak basseyn. Ya'ni basseyndagi bo'lgan suzish, uni ichidagi olgan muolajalarning hammasi asab tizimini tiklanishini va birinchidan yengillashtiradi, ikkinchidan tezlashtiradi. Yana asab kasalliklarining ichida eng muammoligi bu bel umurtqa og'riqlarining belgilari. Ya'ni buni ichimizda ko'pincha bu churralar, umurtqa orasidagi
radikulit deymiz, bu mialgiya, miyazit deydi, bu mushaklarning shikastlanishi. Bu ma'noda bizada hal etilgan вытяжение deydi, ya'ni cho'zilish. Vannada moslamamiz bor, bu Germaniyadan kelgan moslamalar. Unga bemor yotqizilib, bir muddat ichida kerakli narsalar bilan jihozlanib, bel umurtqa holatini cho'zishga olib keladi. Bundan keyin olingan mana shu muolajadan keyin holat bemorning ancha o'zini tiklanishiga va avvalgi holatiga qaytarishiga yordam beradi. Undan tashqari bizning sanatoriyimizda juda ham yo'lga qo'yilgan bu Sosnovoy Bor degan joyimiz bor. Ya'ni bu aytgan sasna ruschasiga aytganda daraxtlarning aytgan efir yog'lari chiqib turgan kattagina ro'shamiz bor. Sosnovoy Bor deydi. Masalan, asab tizimidagi bo'lgan o'zgarishlarda, toliqishlarda yoki hali aytgan charchoqlarda shuna shu Sosnovoy Borning ichida borib nafas olib, dam olib, ozgina dam olib harakat qilinsa, hali aytgan ta'sirlari juda ham odamga ijobiy ta'sir qiladi. Здравствуйте. Фамилия моя Баимбетова, зовут меня Рабига Кабдуловна. Я приехала из Казахстана, город Астана. В вашем санатории стаж Минводы я первый раз. Почему выбор пал именно на ваш санаторий? Потому что я знаю, что здесь очень целебная, лечебная вода, минеральная для желудка. И ваша вода именно идет из скважины. Состав вашей воды очень хороший, поэтому я выбрала этот санаторий. Процедуры мне очень нравятся. Особенно мне нравится жемчужная ванна, процедура четырехкамерный душ для ног. И потом я хотела бы сказать, ингаляция. Вообще все процедуры очень полезные. В этом санатории мне нравится питание. Может быть, не такой большой выбор, но готовят по-домашнему. Все очень вкусно, очень чисто. Персонал, который работает в столовой, очень доброжелательный. Я хочу сказать, что в этом санатории лечат не только тело, а лечат и вдохновляет дух. Я уже здесь приехала на 16 дней. С 3 июля уже 14 дней. За это время я посмотрела 3 концерта. Здесь врачи очень внимательные. Поэтому я считаю, что в этот санаторий стоит приехать. Этот санаторий исцелит вас не только тело, но и души. Agarda siz Toshkent mineral suvlari sanatoriyasiga do'stlaringiz yoki oilangiz bilan davolanish uchun kelsangiz, bu yerda alohida kottejlar ham mavjud va hamma sharoitlarga ega va hattoki bu yerda o'zingiz taom tayyorlab iste'mol qilishingiz ham mumkin. Men Shimkent qalasidan keldim. O'sha yerda emdiruga Toshkent mineral suvlari menga qattiq unnadi. Bu yerda emdiluvchilar o'ta qonaqjoy, barlig'i yaxshi. O'yinimizdag'iday bo'lib жатыр. Em qabuldauga keldim. So'ndықтан bu yerning barliq menga usunilib жатқан emxonlari, shifasi barlig'i menga unnaydi. Suvxonlari da tamasha, shaylar da tamasha, qonaqlari da yaxshi. Sihatgohda dam oluvchilar uchun 3 mahal ovqat tashkil etilgan bo'lib, eng ahamiyatli jihati shundaki, bu sihatgohni boshqa sihatgohlardan farqli tomoni, ovqatlari doim shvedskiy stol ko'rinishida dam oluvchilarga beriladi. Bu sihatgohga respublikamizning turli joylaridan kelishadi. Jumladan Amerika, Kanada, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, Dubay, Belorussiya va Ukraina shaharlaridan. Assalomu alaykum. Men Xorazmdan Toshkent mineral
suvlar sanatoriyasiga birinchi bor kelishim. Sanatoriya haqida gapiradigan bo'lsak, taassurotlarimiz juda katta, zo'r. Chunki sanatoriyadagi shart-sharoitlar, shu patsientlar uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar juda qulay, afzal. Shinam, tozaligi, lecheniya, davolash bo'limidagi barcha davolovchi apparatlar, xodimlarning muomalasi, shifokorlarning nazorati hammasi juda a'lo darajada tashkil qilingan. Bu sanatoriyaga birinchi bor kelishimiz, lekin boshqa sanatoriyalarga qaraganda bu yerda juda qulayliklar juda katta. Men o'zim shu oshqozon ichak kasalligi va bo'g'im kasalliklari bo'yicha davolanyapman. Shifokorlar maslahatiga tayangan holda barcha davolovchi muolajalarni qilib borishyapti. Toshkent mineral suvlari tabiatning in'omidir. Bu suv nafaqat chanqog'imizni qondiradi, balki salomatligimizni tiklashda va dardimizga davo bo'lishda muhim o'rin tutadi. Shunday ekan, o'zingiz va o'z yaqinlaringiz sog'ligiga befarq bo'lmagan holda bu yerga kelib ham dam olib, ham davolanib ketishingizni Sog'lom hayot ijodkorlari tavsiya qiladi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.